Ishingni qil. Messi Ronaldo'dan zo'r o'ynaydi. Bu jahon chempioni bo'ldi. Yig'ishda qachongacha Krishtianuga muxlislik qilasan? Axir u jahon chempioni bo'la olmadi. Chempionlar ligasida ham o'ynamayapti. Marokashga ham gol urolmadi-ku. Yana nimamush Ronaldo yulduz. Futbolni irmak uchun o'ynamagan Krishtianu, ko'plab yulduzlaring sindi sinmadi Ronaldo. Balki sen Messiga muxlisdan olmaysan, boshqasini uni qirol deyapti. Bo'ldim to'pini sanarsan, qilgan harakating ketadi bil besamar. Ronaldo bo'lmaganda yulduz bo'larmish Benzema. Haybatin qilib charchashmadi Portugal o'g'lonini, Messiga fanat deyishar Ronaldoning o'g'lini. Har daqiqa, har soniyada to'xtamadi, yugurishdan kibrga bo'lmadi. Do'st nochorlarga berdi yordam. Ronaldoni yomon deding, kulganing rost ustidan. Unda nega yaxshiliklarini chiqardingiz? Messi Ronaldo'dan zo'r o'ynaydi. Ko'rishlanyapti, bilan bolaliginichi. Har xil holat bo'lib turadi. Chiroq o'chgan, mana shu sababdan svetoforlar umuman ishlamayapti. Ko'kchani chorrahasini hammamiz yaxshi bilamiz. To gai xodimlari kelgunga qadar, o'zini ishini qilgunga qadar mana shu bolalar shu chorrahani qiroli bo'ldi. Qo'liga oddiy tayoq olib, ko'roslam, mana bu yerda ikkita skori bo'lmish. Agar bular bo'lmasa, mana shu yerda hozir bardak. Mana shu bolalar o'ngga chapga qilib turibdi. Ko'roslam, ko'rinmayapti ham, orasida chiqib yotdi. Zato mana skori bo'lmish chiqarib yuboryapti mana shu. Mana shu bolalarni otasiga, onasiga rahmat. Mana qarang, hammasi taxlab qo'ydi. Yulduz yuradi. Tartib